ustozni qo'lida bir necha shogirdlar ta'lim olar ekan. Ustozi bir kuni aytibdi, hamma debdi, otasi nima kasb qilgan bo'lsa, shu kasbni o'rgansin va u ishda Xudodan qo'rqsin. Taqvoli bo'lsin, ya'ni Allohga taqvo qilsin o'sha ishda debdi. Ya'ni vazifa shu, hamma ota kasbini o'zi o'rganadi, o'zlashtiradi va u ishda Allohga taqvo qiladi. Sodda qahramonimiz uyiga qaytibdi va onasidan so'rabdiki, ona, otasi o'lib ketgan ekanda. Otam nima ish qilgan desa, "Ey bolam, nima qilasan endi? Otang nima ish qilganini necha yillar bo'lib ketdi, otang ham o'lib ketdi, rahmatli bo'lib ketdi. Alloh rahmat qilsin. Boshqa bir ish qilaver. O'zing nimaga qiziqsang shuni qilaversa, yo'q, unday qila olmayman" debdi. Chunki ustozimiz aytdi, hamma ota kasbini o'rganib kelsin. Endi onasi majbur bo'lib aytishga, bolam debdi, seni otang o'g'ri bo'lgan debdi. Endi ustoz ota kasbni o'rganasan dedi. Men buni o'rganmasam bo'lmaydi. Ustoz aytgani biz uchun qonun. O'rganamiz, evat u ishda taqvo qilamiz debdi endi ichida. Endi o'g'rining taqvolisi qanaqa bo'larkin endi deysiz endi. Xullas o'zicha rosa o'rganibdi o'g'irlikni sir-asrorlarini. Qanday qilib qulflarni buzadi, qanday qilib eshiklarni ochadi, kunda qaysi paytida o'g'irlik qilish kerak, qanday bo'ladi, bu hammasini endi o'zicha o'rgangan bo'pti endi. Kimdan o'rgangan bo'lsa ham, balki o'zicha tayyorlangandir. Xullas bir kuni endi kechqurun birinchi tajriba qilaman. O'g'irlikka kiraman bugun deb kechasi yarim tunda ko'chaga chiqibdi. Qo'shnisining uyiga kiraman desa, endi qo'shnining uyidan bir narsa o'g'irlash taqvodan bo'lmaydi debdi. Qo'shnining uyiga kirmaymiz debdi. Keyingi eshikka borsa, u yetimlarning uyi ekan. Yetimda ham molini olish taqvodan bo'lmaydi debdi. Undan ham o'tibdi. Shunday unisiga uni bahona qilibdi, bunisiga buni bahona qilibdi. Hech bir uyga o'g'irlikka kira olmasdan davom etdi endi. Keyin oldidan bir boyning uyi chiqib qolibdi, boy, badavlat odamning uyi chiqib qolibdi. Endi bunga kirsak bo'lsa kerak deb kechasi kirib, kalitlarni nima qilib ichkariga kirib, tunda endi yarim kechasi boyning xazinasini topibdi. Oltinlar, tillolar, qanaqadir qog'ozlar, hisoblar yozilgan daftarlar hammasini topibdi endi. Boyagi taqvolik endi biz o'g'rimiz. Aytibdi, o'zi bu boy debdi, zakot bergan ekanmi, yo'qmi, bir hisob kitob qilay deb daftarlarni ochib, uni boyligini hisoblab, nimasini boshlabdi-da, hisob kitobini. Daftarlardan qarab, endi ko'p vaqt o'tib ketibdi, 2-3 soat vaqt o'tib ketib qolibdi. Qarasa 6 yillik zakot bermagan ekan boy. Boshini qashlab tursa, endi bu paytga kelib azon aytib qolibdi, bomdod azon bo'lib qolibdi-da. Endi debdi, bomdodni qochirib qo'yish taqvodan bo'lmaydi, namoz ham o'qib olay, keyin bu yoqda bir gap bo'lar deb borib tahoratni olib tursa, bu azon tovushidan boy ham uyg'onib qolibdi. Qarasa hovlisida birov tahorat olyapti. Kim bo'ldi ekan deb sekin boribdi. Sen kimsan desa, bunday qarabdi-da, namoz payti bo'ldi, namozni o'qimaysizmi deb tahoratni olibdi. Keyin birga chiqib, uyda egasiz siz, imomlikka siz o'ting desa, endi boyagi boy qo'rqib bu kim ekan endi, bu meni uyimda nima qilyapti bu? Nega menga do'g'radi? O'g'ri bo'lsa o'g'rilar endi boyagi uncha odamni tutib olsa ziyon berishi mumkin, qo'rqmay ziyon berishadi-ku. O'shanga shu qaltirab namozlarni o'qib bo'lgandan keyin, bolam sen kimsan desa, men o'g'riman debdi. Men o'g'riman debdi, hisoblab chiqdim debdi. 6 yildan beri debdi, zakot bermaysiz debdi. Shularni hammasini nima qilib chiqdim, shu bilan ertalab bo'lib qoldi debdi. Endi taqvolik yolg'on gapirmaydi, har narsani to'g'risini aytadi. Mana debdi, beriladigan zakotlaringizni ajratib qo'ydim debdi. Egasini topib o'z berasiz debdi. Keyin o'zini tanitibdi. Men falonchining o'g'liman. Biz falon domlada dars olamiz. Ustozimiz shunday nima berdi? Bizga vazifa berdi. Hamma ota kasbini o'rgansin dedi. Meni otam o'g'ri bo'lgan ekan.
Men ham shu ota kasbimni qilyapman, lekin ustozim aytdiki, otasini kasbini o'rgansin va u ishda taqvoli bo'lsin dedi. Shuning uchun taqvo qilyapman debdi endi. Sen shu yerda turib tur debdi boyagi odam. Hozir kelaman deb uyga kirib xotini bilan maslahat qilib chiqibdi-da, aytibdiki, bir qizim bor. O'sha qizimni senga bersam, sen onang bilan ko'chib ketsang, qara yerimiz juda katta. Va bir menga hisobchi bo'lib ishga kirsang. Nafaqat hisobchi, balki ishimda sherik bo'lsang. deb o'sha yerda o'zida qizini uyg'otib, fikrdan aynib qolmasin bizni taqvoli o'g'ri deb unashtirib nikohini o'qib qo'ygan ekanda. Qissadan qissa shuki, qarang, odam taqvo qilsa Alloh unga barakasini berib qo'yaverar ekanda. Alloh uni asraydi-da yomonlikdan. O'g'irlik qilgani kiruvdi. Lekin shu ishida uni gunohga botirmasdan Alloh uni bir go'zal shaklda olib chiqdi. Eng katta muammoni ichidan, gunohni ichidan chiroyli bir shaklda har kimga foydali qilib olib chiqdi. Bu boyga ham foydali bo'ldi, zakotlari berilmaganini xabarini topdi, shu paytgacha bermay yurgan bo'lsa, hisobda adashgan bo'lsa, uni chiroyli qilib hisoblab berdi. Bola ham o'g'irliksiz, yomon yo'llarsiz bir hayotini bir shaklda ishli bo'ldi, oilali bo'ldi. Ya'ni har bir ishda taqvo qilinsa, natija chiroyli bo'laverar ekanda endi. Unaqa nimasi shu, hissasi shu.